Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 3 dona eshik, 2 dona deraza qo'yib berdik. Ishlarimiz juda go'zal, juda chiroyli chiqdi. Romlarimiz. Klientimiz shuni tanladi, juda chiroyli chiqdi. Laklari matve, oynalar doimgidek aytib o'tganimizdek germetikda. O'sha akamizga 4 ta qo'yib berdik. Eshikning bo'yi baland, chunki bonni tepagacha yopiq qilib bering dedi. Yopiq qilib eshikni o'zidan qilib berdik. Juda chiroyli chiqdi. Bizning manzilimiz Andijon Buloqboshi. Vodiy bo'ylab o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bu akamizning manzili Namanganda. Namanganga olib kelib o'rnatdik. Biz ashi 2 yil 3 yildan beri kuzatib borar ekan. Ülke dedi, eshikron bor, kelib o'lchang, siz kuzataman dedi. Xudo xolasa mana chiroyli qilib berdik, ko'ngildaqa. Akamiz bir ikki og'iz suhbat olaylik dedi, akamiz yo'q dedi, unamadi. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqdi. Aka, Namanganda qayeri bu? Uchqo'rg'on rayoni. Uchqo'rg'on rayoni. Qo'g'ay qishlog'i. Qo'g'ay qishlog'i. Eshikrom ko'ngilingizda bo'ldimi? Bo'ldi. Zo'ra, xudo xolasa. Xudo xolasa, rahmat. Xudo xolasa mana chiroyli qilib olib kelib o'rnatdik. Ishlari chiroyli, go'zal chiqdi. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pulini aytmayapmiz. Puliga keladigan bo'lsa, puli kvadrati 750 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Hammaga oldindan rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.